Navruzning o'lmas ruhi va boqiy falsafasi biz bugun bunyod etayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi bilan bevosita uyg'un va hamohangdir. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshimisizlar? Ana, malatsiz. O'rtoqlar, bugun mana Hoji Akbar jon sizlarga shunaqa chiroyli konsert qilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. O'rtoqlar, faol bo'lamiz. Elyorbek Meliboyev. Yana g'iybat qilganlarga aytarim bitta so'zim bor. Men ham inson bolasiman, balki xatolarim bor. Yoshlik qilib bir adashsam, o'nta qilib oshirmang. Asl yuzim bilib turib, siz atayin yashirmang. Menga qo'ysa barini birma-birga bosardim. Kattaroqlar qopga tillaridan osardim. Zamon ko'tarmas lekin mayli yaqin bormanglar. Assalomu alaykum, g'iybatchilar hormanglar. Demoy taban, kelginin tamam, sog'inchlar yomon, bag'rim tirar. Hijronda yonib, tunlar tunlanib, yoningda bo'lib qolgim kelar. Divona dilman, begona dilman, ayrona dilman, o'zim aylanay. Divona dilman, begona dilman, ayrona dilman, o'zim aylanay. Yorga yor bo'lmay, sevaman demay, qo'shiq ko'zidan o'zim aylanay. Men oshiq asli, osudur boshli, bormikan qasdi o'zim aylanay. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli pastorg'omli aziz insonlar, onaxonlar, otaxonlar, hammalaringizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Yoshlarni ham tabriklab qolaman. Xudo xolasa bugun bayram deb o'tsin. Hammalaringiz raqsga taklif qilaman. Chiroyli qo'shiqlarim sizlar uchun. Mana shunaqa go'zal tadbirlarni tashkillashtirgan barcha insonlarga biz mana shu joyga kelishimiz sababchi Akbar akamga ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Undan tashqari tinchlikni saqlayotgan mana shudagi ichki ishlar xodimlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu qo'shiqlarim sizlar uchun bugun bayram, hammani raqsga taklif qilaman. Marhamat. Qani ketdik. Rahmat. Marhamat. Ah qara kırmızı canay Fransız kızı, ah qara kırmızı canay Fransız kızı, ah qara kırmızı canay Fransız kızı. Raşan sözü on geri çatvası devlet veri, raşan sözü on geri çatvası devlet veri. Benim tek sen eseri, tek edirem nur kızı, benim adını yazarım canım illa
günləri Səni mən uşaq vaxtı acılamışam, bilməmişəm Elə də indi niyə can özünə gəlməmişəm Acıya çəkmə getməyin su tuta olmamışam Nəsim esrinayım tıxan papanın gül balası Nəsim esrinayım tıxan papanın gül balası Papanın gül balası Ana Darfiz aka, kayfiyatlar, mana bayram bugun. Bayramni boshlayapmiz. Qandaydir bir kayfiyatlaringiz bo'lsa, bemalol. Zo'r. Bu ertaga 10 yildan keyin, 20 yildan keyin farzandlarimiz, nevaralaringiz ko'radigan bir voqea bo'ladi. Eslab jiratda mashdi. Xuddi shunday. Charchamang, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Qanday bo'layapti bugungi kayfiyat? Voh, bunday kayfiyat hali bo'lmagan. Dahshatmi? Dahshat. Mana qarang, mana sakrashini qarang. Oshmisan osh bo'pti. Osh bo'lsam osh bo'lgan. Baribir nima deydi, elda osh shirin bo'ladi deydi-ku. Navoiy Buxoroda damladim, Toshkentda damladim, o'z yurtimda ham damlaydik keldim. Qanday bugungi kayfiyat? Assalomu alaykum Akbar aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Bayramlangmi? Yuzlaringiz ham qanday bo'lyapti? Boshqara zo'rda. Hamma joyda mahallada osh olinyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Osh qara. Baxtiyor aka, mana shu oshni bo'yida bir chiroyli misralaringiz bo'lsa bugun ayting. Bu ertaga bizni farzandlarimizga qoladigan bir esdalik video bo'lyapti-da. Bir misragini aytsangiz ham xursand bo'ladi. Xudo xolasa gruppada hamma maza qilib ko'radigan video bo'ladi. Majnun tolning soyasida, cho'nqaymish tog' qoyasida vatan shukuhin angladim. Prezidentim g'oyasida o'g'lonlari alpomish yurt, qizlariga boq barchinoy, alpomishlar barchin uchun g'ururlanib ko'tarar yoy. O'zbekiston tarixiy yurt, o'ziga to'q, o'ziga bek, shuning uchun aytaman-da, g'ururlanib men o'zbek. O'zbekistonda tug'ildim, baxtim mening shulardurda, qullik davri kim o'ylovdi deb mustaqil bo'lardi-da. Mana keling, mana ko'ring, siz O'zbekistonimizni mustaqilligimiz uchun tikamizda jonimizni, vatan ona, vatan singil, vatan opa oiladir, vatanga xoinlik qilgan shu zahot otladir. Tinchligimiz barqarordir, amon bo'lsin yurtboshimiz, ser quyosh O'zbekistonda porlab tursin quyoshimiz. Judayam ajoyib bo'ldi. Men hozir mana bu oshni bir haqiqatan ham yoshligimizda qishloqda mana shunday oshlar bo'lardi. Videolarni ko'rib maza qilardik, lekin kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bo'rboz sizdan ham. Akalar, hammalaringizga rahmat. Bayramni zo'r qilib o'tkazdik. Nasib bo'lsa, yanagi hayitlargacha, yanagi Navro'zlargacha jiyanlarimni martabasi ulug', umri uzoq, rizqi butun bo'lsin. Elimga, xalqimga xizmat qilib charchamasin mana shu ukalarim. Bizlarning nevarlarimiz ham mana shularday bo'lsin. Abdullah, charchamayapsiz? Mayli. Qayerda o'tirib? Bu Asror akamiz Eski mahalla Qayrag'ashga eski powerlardan juda ham bir yoshligimizda oshni yeb katta bo'lganmiz. Bugun mana bayramda hayit arafalarida aka-ukalar mana shunday bir chiroyli bir davra bo'ldi. Konsertlar zo'r bo'ldi. Asror aka, bir o'zingizni tilaklaringiz bo'lsa, osh qanday bo'ldi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, ukajon, qiyinchilik yo'q. Hammasi yaxshi. Mana bir akamiz niyat qilgan ekan, belgiga haq beraman deb. Men 30 yildan beri xizmat qilaman mana shu mahallamga. Oldin 2 ta edi, keyin 4 ta bo'ldi, keyin 6 ta bo'ldi, hozir 9 ta mahallamiz, 9 qozon. Shu bo'g'lardan qasdan eng birinchi yegani men. Powerlarchida. Qolgan hamma shogirdlar bir nasib bo'lsa 500 dollar priz qo'yilibdi. Kimda osh yaxshi bo'lsa, mendan ortsa oladi, bo'lmasam olsin shogirdlar. Qarsanglar bo'lsa. Bayramlar bilan. Oybekjon, bayramlar muborak bo'lsin. Qanday do'stim? Ishlang yaxshimi? Assalomu alaykum. Bayramdan keyin butun xalqimiz, butun aka-ukalarimiz ko'ryapti. Vaqti bosinglar zimlarda. Ha, voy. Samarqand viloyati Bozorg'am tumani Xancharoq jamoat xo'jaligida katta qayrag'ash qishlarida. Yakka qayrag'ash qishlar. Kengizda boshda.
Bag'ishamon mahalla. Hammaga omad. Ilohim Alloh rozi bo'lsin. Juda ham zo'r osh bo'ldi, ko'rinishidan o'zi. Bel zo'r bo'ldi. Tashkilotchilarga yigitlar omadini bersin. Asqar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz jigarim? Omonmisiz? Asqar akam ham eski bog'lardan, o'zimda qarindoshim, jigarim, amako'cham. Asqar aka, bugun kayfiyat qanday? Kayfiyat haqida gapiring. Zo'r, a'lo. Oshda ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin, ammo juda ham bir ajoyib. Hozir butun hamma oshpazni ko'rdik. Hamma o'zini fikrlarini, hamma o'zini ichidagi bayram, hayit tabriklarini aytyapti. Sizda ham mana shu xalqimizga bir aytadigan gap bo'lsa, ayting. Ayting, she'rdan boshlang. Mana shunday bugungi tadbirda, bayramimizda bosh homiy Akbarjonning ishlariga muvaffaqiyat. Birlari ming bo'lsin. Mana shunday elimizda, o'zimizning mana shunday og'aychilik bayramimiz uchun dasturxon yozib o'ziga boshlardi. Mana shuni ishlariga muvaffaqiyat. Hamsha topganlarni yaxshi kunlariga, og'ayinlariga, yor birodarlarga nima niyatlar qilsa niyatlariga erishsin. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana shuning bilan bugungi bayramimizni ham oxirgi so'nggi daqiqalarda sizlarni ko'rib turganimdan yana bir bor bag'oyatda xursandman. Xudo xohlasa mana shu O'zbekistonda, shu ayniqsa Samarqandda xizmat ko'rsatgan Baxtiyor Omonov tog'amni hozir bir ikki og'iz shirin so'zlari hamda bir misralari bor ekan. O'shani sizlarga bitta taqdim etib, bitta duo bersangiz tog'a, undan keyin bayramni tugatsak. E'zoz taxtin topar bobolar yodi. Qumlarga ko'milgan umid faryodi, qora toshlar gulga aylanib qoldi. Boshlangan baxtim deb yetarman ko'z-ko'z. Tashrifingdan o'zim urgulay Navruz. Bugun aziz do'stlar, bizni mana shu Qayrag'och Xo'ja qishlog'ida bo'lib o'tgan Navruz har yilgiga nisbatan o'zgacha fayz, o'zgacha shukuhga ega bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun mana meni Akbar Hoji jiyanim, Jamshid jiyanlarim bir 10 dan ziyod taniqli san'atkorlarni olib kelib xalqiga ham oshini, ham konsertini, ham chiroyli mana shunday bir tashkilotchiligini qilib berdi. Ular mana shu jiyanlarimni ushlaganlari oltin bo'lsin, topganlari to'ylarga buyursin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Elimizda mana shu Akbar Xo'jaga, Jamshid Xo'jaga o'xshagan insonlarimiz bundan da ko'payaversin. Nasib bo'lsa, ularga ham omadini berib, bugun birini xalqiga bergan bo'lsa, menga mana shu jiyanlarimga taqdim qilgan bo'lsin. Yurtimizda Navruz davom etaveradi. Nasib bo'lsa, kelasi yilga ham mana shu Qayrag'och Xo'ja qishlog'ida chiroyli Navruzlarda mana shu Jamshidjon bilan, Akbarjon bilan uchrashish menga nasib ro'z aylagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat hammalaringga.